Onasini sizga hozir bahor oyami boshlandi. Biz o'ylagandik bahor chiqdi deb. Nexuy onasini sizga qor yana bosdi. Mana onasiga mana shuncha balandlikda kam 2 metr balandlikda qor bo'layotdi. 3 kun pagoda plyusga chiqdi. Bilmadim men. Bo'laga taxmin qildim, har doim taxminlarim amalga oshishi kerak edi. Hozir yana qor tinmay uryapti. Ahvol shunaqa. Moskvada bu yil faqat qor yili bo'ladi. Hech tushunmadim. Mana 15 minutlik ahvol, 15 minut. Bizda hamma joy oppoq. Yana qorlar to'layapti. Qor tinmay uryapti. Endi kamerada ko'ryapti, yo'q bilmadim. To'g'risini aytsam bir tomondan bizning ishimizga foydali. Doполнительный pullar qo'shiladi. Ikkinchi tomondan bizga qiyin. Mana shunaqa. Qiynalamiz. Velikda, elektr velosipeddagilar hammasi qiynaladi. Lekin to'da qor bo'ladi. Bu yog'ib o'tib ketadi. Mana shunaqa ahvolda yuribmiz qorda. Men tim bo'li. Bugun ertalab havoga sham chiqqan +1 darajada edi. Yengil kiyinibman. Endi mana pizzas bo'lib yuribman mana. Sovug'i yo'q, bilan qorda hamma joy dabdala. Mana shunaqa yengil kiyinib chiqishning oqibati shu. Rossiyada havoga ishonishning hech qanaqa tavsiya bermayman. Короче, yengil kiyim chiqish qachon yoz keladi, qachon +15-20 gradus bo'ladi, shunda spokойно kiyinib chiqaverish kerak. Tak qiyin. Mana shunaqa ahvol, pizzas, hamma joy rosa bo'lyapti, dangani. Charchab ketdik. Qor foydali pul topishga, ishlashda nagruzka bo'ladi, dastavkada. O'shanaqa. Qizlarda faqat iltimos qilib qo'yayotgan mana shu kanalni rivojlanishida o'z hissalaringizni qo'shingizlar va like bosib kommentariya qoldiringlar. Tez kunda juda o'ta qiziqarli videoroliklar chiqadi. O'zbekiston YouTube auditoriyasida bunaqa videolar bo'lmagan. Keyingi videoroliklarni ko'rishguncha xayr.